Bugun hududlarni obodonlashtirish, yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlar va ehtiyojmand aholi qatlamlariga ko'mak ko'rsatish borasidagi keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Albatta, bu jarayonda xalq vakillarining farovonligi ham tobora ortib bormoqda. Deputatlar saylovchilar bilan yaqin muloqot qilib, ularning muammo va takliflarini o'rganish, joylardagi masalalarni tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda hal etish, aholi manfaatlarini himoya qilishga munosib hissa qo'shmoqda. Galdagi lavhada shu haqda so'z boradi. Uchquduq tumanida obodlik va bunyodkorlik, aholi farovonligini yuksaltirish, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan ezgu ishlar izchil davom etmoqda. Ayniqsa yurtimiz mustaqilligining 35 yillik shodiyonasini munosib kutib olishga tayyorgarlik jarayonida ko'cha va mahallalar qiyofasi yanada obod va ko'rkam tus olmoqda. Albatta, bu jarayonda xalq vakillari bo'lgan deputatlarning ham faolligini kuzatish mumkin. Xalq deputatlari Uchquduq tuman kengashining 5-yoshlar saylov okrugidan saylangan deputat Malika Xudayberdiyeva faoliyatida ham aholi muammosini eshitish va uning yechimi uchun mas'ul ekanligini yaxshi anglaydi. Shu bois saylov okrugida istiqomat qiluvchi aholi bilan muntazam muloqotda bo'lib, ularning turmush sharoiti, o'y tashvishlari va takliflarini o'rganib boradi. Hududlarimizni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish hamda aholi daromadlarini barqaror o'sishini ta'minlash bu albatta 2026-yilda amalga oshirilishi qaratilgan asosiy vazifalardan biridir. Uchquduq tumanidagi markaziy suv isitish qozonxonasini rekonstruksiya qilish, tumandagi 20 kilometr issiqlik tarmoqlari quvurlarini almashtirish, respublika byudjetidan qaratiladigan mablag'lar hisobidan 426 ta ko'p kvartirali turar joy va 20 ta ijtimoiy soha obyektiga individual issiqlik punktlarini o'rnatish bu albatta fuqarolarimizni yashash sharoitlarini yaxshilash uchun amalga oshirilishi rejalashtirilgan vazifalardan biri hisoblanadi. Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda tumanimiz deputatlari ham o'zlarining munosib hissalarini qo'shadilar. Chunki ushbu faollar ijtimoiy, iqtisodiy, bilimli, salohiyatli deputatlardan tashkil topgan. Albatta, deputatlik avvalo xalq ishonchi, shu bilan birga katta mas'uliyat demakdir. Fuqarolar bilan birga qadam tashlagan, odamlar dardini o'z dardidek qabul qilgan va ishonchni amaliy ishlar bilan oqlagan vakilgina haqiqiy xalq deputati bo'lishi tabiiy.